Bellissimo, voy bunaqa mazali chiqadi deb o'ylamadim. Sizga ham retsept beraman. Bismillah deb qo'ziqorinni yuvib, tozalab to'g'rab olamiz. Tovuq filesini ham to'g'rab olamiz. Idishga sariyog' solib, tovuq filesini solib qovuramiz. 15 minutga dimlab qo'yamiz past olovga. Keyin qo'ziqorinni solib, yaxshilab qovuramiz. Yana dimlab qo'yamiz. 10 minutdan keyin smetana, rolton priprava, tuz, murch solib, aralashtirib, yana birpas dimlab qo'yamiz. Lavash xamirini ikkiga bo'lib olamiz. Bitta tuxumni chaqib, tuz solib, atalalab tayyorlab qo'yamiz. Pishgan nachinkani solib, ustiga sir qo'yib, videoda ko'rsatilgandek konvert qilib o'rab olamiz. Qizigan skоворodkaga ozgina yog' solib, qizdirib olamiz. Lavashli konvertni tuxumga belab, ikki tomonini o'girib pishirib olamiz. Nonushtaga juda ham mazali va noodatiy chiqadi. Oila a'zolaringizga albatta tayyorlab bering. Yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Yanada qiziq retseptlarni o'tkazib bormaslik uchun menga obuna bo'ling. Like bosish esingizdan chiqmasin.